Oltmaga kirish imtihonlariga ham kam kunlar qoldi. Matematikadan kirish imtihonlarida necha ball olishingizni hali ham aniqlay olmayapsizmi? Buni aniqlashni iloji bor desamchi? Ha, noto'g'ri eshitmadingiz. Matematika Usmanov mobil ilovasini o'rnating va DTM standartidagi testlar bo'limidan variantlar yeching. Ilovamizda 40% dan, ya'ni 12 tadan ko'p to'g'ri javob topsangiz, sizga yecha olmagan misol va masalalaringiz yechilishi bilan ko'rsatiladi. DTM tipidagi testlarni yechib borishingiz davomida o'rtacha natijangiz ham ko'rsatiladi. Bundan tashqari, qaysi mavzularda kamchiliklaringiz borligi va uni bartaraf etish uchun tavsiyalar beriladi. Ilovamizdan ro'yxatdan o'tgandan so'ng, 3 ta DTM standartidagi 2023-yil tipidagi variantni tekin ishlash imkoniyati beriladi. Qolgan variantlar pullik bo'lib, yechilishlarini ko'rish bilan narxi atigi 4000 so'm. Agarda balansingizda pul tugasa, Klik va Uzun bank orqali hisobni to'ldirishingiz mumkin. Bunday imkoniyatni qo'ldan boy bermang, chunki juda arzon va juda samarali.